Yo'l harakati qoidalari nafaqat harakat xavfsizligini ta'minlaydi, haydovchilarning o'zaro hurmatni saqlash, boshqalarning haq-huquqlarini toptamasligi, jamoat qoidalariga amal qilishni ham talab etadi. Navbatdagi lavhamiz Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati tomonidan taqdim etilgan. Avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalarini oldini olish va harakat ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilish maqsadida bir qator profilaktik ishlar olib borilmoqda. Bunda qonunchilikda jazo choralari kuchaytirilib, haydovchilar bilan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Ammo bu kabi ishlarni olib borilishiga qaramasdan, ayrim haydovchilar o'ziga xulosa chiqarmayapti. Xususan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirda haydovchi Chirchiq shahrida boshqa harakat ishtirokchisiga nisbatan yo'l bezoriligini amalga oshirganligini ko'rishimiz mumkin. Ushbu holat jamoatchilikning keng e'tiroziga sabab bo'ldi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan ushbu vaziyat nazoratga olinib, qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida haydovchi va avtoulov aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128-prim 10-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chirchiq shahar sudi binosida bo'lib o'tgan sud majlisida haydovchi aybli deb topildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128-prim 10 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir qilganlikda aybli deb topilsin va unga transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 9.375.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Ko'rib turganingizdek, avtomobil yo'lida huquqbuzarlik uchun jazo muqarrar. Shu sababli haydovchilardan yana bir bor avtomobil yo'lida yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.